Bu yoq tarafimiz Komolon masjidi. Bu yoqdan Drujbadan kirib kelish. Komolon mahalladan sizlarga 2.5 soatlik mana shunaqangi qaranglar, oppoqqina qasr uy topib qo'ydim. Mana buni qaranglar, 2-3 ta mashinangiz bo'lmaydimi? Menga ayniqsa mana ziloniy zonasi yoqda akalarimiz chiroyli daraxtlarni ekib qo'yibdi. Kechki salqinga shilankani suv shivirlatib, sepib o'tirishga nima etsa. Keling, men sizlarga uyimizning ichini ko'rsataman. Qani bismillah deb bu uyimizga kirar ekanmiz. Men uyimizning fasadini qaranglar, yo mashalloh. Odamni ko'zi ko'rsa, ko'zni quvontiradigan fasad qilib qo'yibdi. Tasavvur qilasizmi? Uyga kirasiz, xuddi birki, bamisol oppoq qasr uyga kirgandek. Fasadlari, interyerlari aytgancha bu uyimizni to'laqonli Alisa sistemada ishlaydi. Ya'ni umumniy dom qilingan. Kirishimiz bilan avtomatik darvoza qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Bitta mashina qo'yish uchun joy va bu yoqda yozgi oshxonamiz, sanuzel. Bu yoqdan ham qaranglar, kichkina joydan landshaftni zona qilib, paliflarigacha unumli foydalanishga. Ana endi tayyor bo'lsanglar, bu go'zal uyimizning ichiga sayohat qilamiz. Qani kelinglar. Uyimizga kirib kelish hol qismi. Bu yoqda tasavvur qiling, miyaki zonalar bilan oilaviy mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Hol qismini qaranglar, kengligini. Ana endi kelinglar. Ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonaga kirar ekanmiz. Bu oshxonamiz menga yana bitta yoqqan tarafi bu to'g'ridan-to'g'ri mana shunaqangi verandaga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Kanalli konditsionerlar qo'yilgan. Uyimizda polniy to'pli pol datchiklari ham tashab ketilgan. Ana endi menga bu uyimizning zal qismidagi qandil juda ham yoqdi. Mana qandillar qaranglar. Yo mashalloh, interyer dizayn ishlaganligi, shundoqqina ishlagidan namoyon, sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan. Ranglariga ham, eshikning ranglariga ham baho berasizlar. Xo'p, birinchi etajimizda 2 xona bo'lyapti, ya'ni bitta zal, bitta spalni. Bu umumiy. Birinchi etajimizdan sanuzel bo'lsa, bu master spalnisi, ya'ni o'zining ichida sanuzellari va havo aylanadi. Mana shu sirkulyatsiya uchun ham joylar tashab ketilgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Bu esa uyimizning ikkinchi qavati. Keling, ikkinchi qavatga chiqsam, mana shunaqangi keng xolislar, zal o'rnida foydalansanglar ham bo'ladi, xolisida spalni o'rnida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yerda ham balkonga chiqib ketadigan joy mavjud. Ana endi uyimizning master spalnisiga marhamat. Bu yerda kattakon garderobni bo'ladi. O'zining ichida sanuzellari, marhamat, sanuzelni ham ko'rasanglar bo'ladi. Va menga bu uyimizning yoqqan jihati bu yerda spalni tursa, bu yerda katta mana shunaqangi terrasasi mavjud. Tasavvur qiling, yozda mashta miyaki zona qo'yib, kech payt bitta peli choy olib, xo'plab ichib o'tirishga nima etsin? Menga shaxsan o'sha men tasavvur qildim, shunaqangi mazza qildim. Bu yerda yana ikkita spalnis bor. Birinchi spalni ko'rasan, o'sha Alisalar nastroyka qilinyapti. Ishlaydi, to'liqonli Alisa sistemida ishlaydigan uyimiz. Bu esa ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel va oxirgi spalnimiz bo'lyapti. Spalnimizning razmerlariga mo'ljallangan bitta baho beramiz. Patologlari baland-baland. Podvalga tortiladigan bo'lsa, kinozona, sport zal uchun bemalol yetarli joylar tashab ketilgan. Komolonda mana shunaqa qarab bergan do'stlar bo'lsa, hozir bu uyga bitta like bosib, tezda o'ziga jo'natib qo'ying.